Demak, Kamina Jahongir Abdug'aniyev 2019dan beri mediada aktivniy faoliyat olib borib, o'rtasida ozgina passivniy faoliyat olib borib, keyin yana aktivniy faoliyatga qaytayotgan odam. Juda ko'p ishlar qilib ko'rdim. Endi yana mana shu blogging sohasiga qaytyapman. Jonga tegdi. Uslubalar ko'rsatib, proyektlarni rivojlantirish uchun har xil problemalarni ko'raverish. Agarda kim bilandir ishlayman, unga xizmat ko'rsataman desangiz, uni qosh qovog'iga qarash kerak, u bilan kompromiss topish kerak, kelishish kerak. To'g'risi jonimga tegdi. O'zimga o'zim blog qilaman, odamlardan kerak bo'lsa intervyu olaman, aylanib yuraman, maza qilib, mana shunaqa gaplashib degan fikrda Toshkent, Uchtepa tumani hududlarida peshkom Olmazor tumanidagi ofisimga ketyapman. Da. Xo'p, o'zi nimaga bunaqa ish qilayotganimga qaytadigan bo'lsak. Birinchi tarafi, demak, foydali rostdan ham odamlarga biz peshkom yursanglar foydali deb aytyapman. Zerikarli videorolik bo'lmaydi, aktivniy video. Men uni montajda albatta to'g'rilayman-chi. Siqilsam kerak bir haftacha. No mayli. Bu shunga arziydi deb o'ylayman. Xo'p, demak, hammasiga aybdor bo'lgan narsa men o'zim blogim to'xtatib qo'yganim. Shuni deb yana qaytadan tiklash uchun mana shu videoni olishga majburman hozir. Nimaga? Bundan aqlliroq video olaman desam, hafsala qilmayapman. Dangasalik, demotivatsiyaga olib kelyapti va bu narsa harakatsizlik bilan tugayapti. O'shaning uchun ertalab turganda energiya bor edi. 8 kilometr masofani peshkom bosib o'tgan yaxshiroq qo'limda tayoq bilan, yana orqamda 5 kilo vес yukim bilan degan ahmoqona fikrda yo'lga chiqib ketdim. Bir odam mana shunaqa narsalarni qilib turishi kerak deb o'ylayman. Endi har doim emas, agar har doim qo'rsa tentedan farq qilmaydi albatta. Lekin bir mana shunaqa noodatiy narsalar bilan o'zini siylab tursa, o'zi bilan o'zi gaplashib ketsa, foydadan xoli emas. Demak, buni ikkinchi sababi ekan, men vlogimni boshlamayapman. Buni boshlashimga sababchi bo'layotgan oddiy YouTube videosi bo'lyapti. Men uchun oddiy, sizlar uchun balkim manfaatli, kimdir uchun esa bu zerikarli va umuman kerak. Keyingi narsa. Uchinchisi tomoni buni. Odam anchadan beri o'zi bilan o'zi gaplashmasdan, faqat reels ko'rib, o'rtoqlar bilan gaplashib yuradi. Taksida yurgan paytda yoki qanaqadir mashg'ulot bilan bo'lib band bo'lgan paytda ozgina o'zi bilan o'zi qolishi mumkin. Bitta o'shanda ham bor fokus o'sha mashg'ulotni qilishga qaratib ketadi. Yoki kech payt yotgan paytda yarim soat o'zimiz bilan o'zimiz qolamiz. O'shanga men hozir endi menda bilasizlar, fashi farqi yo'q ketgan. Xohlagan baland ovozda, xohlagan past ovozda, xohlagan joyda bemalol gaplashib keta olaman. O'sha sotsial davleniya yo'q. 26 yoshga yaqin bo'lib qolib, hali uylanmagandan keyin shunaqa bo'lar ekanmiz. O'zim bilan o'zim qolish uchun va sizlar bilan o'sha narsalar haqida bo'lish uchun eng zo'r payt deb o'yladim. Uchinchi plyus taraf shunda. Birinchisi foydali, ikkinchisi o'zimga foydali, uchinchisi ham o'zimga foydali. Balkim sizlarga foydali bo'lib qolar.